Bosdim. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Samarqand viloyati va Bulung'ur tumani O'raqli mahallasining 342-634, 311-634 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sabzi ekilgan, maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 250 metrga, bo'yi 286 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda sabzlar unib chiqqan holatida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 11 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari o'rtacha 90 sotikdan tashkil etadi. Yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihadan samarali foydalanish maqsadida Yo'ldosh polvon fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har gektaridan 30 tonnadan jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.